Hormaylar, bugun sizlarga langovый сделкani obzor qilamiz. Именно sistemli ishlangan сделка ATAS orqali ochilgan. И o'zini sistemasi bor, uni ochishdan oldin filtrlari qo'llangan. Именно mana shu yemalarni пересеканиясidan keyin точка вход qabul qilingan. Ko'rishingiz mumkin, mana shu точкаdan longa ochilgan. Yema kesib o'tgandan keyin bu yerda именно покупатель объем olib kirgani uchun shu nuqtadan olingan. Keyingi точка ham dalivka bo'lgan. Именно покупатель объем kirgandan keyin dalivka bo'lib tepaga qarab yuryapti. Birinchi сделка mana bu yerda ochilgan. Nabor bo'lgan bu yerda. И keyin dalivka bo'lgan. Mana svechada tepaga qarab yurgan. Именно impulsda hammasi chiqib ketilgan. Impulsning barida birinchi qismi mana bu svechka, keyingisi mana bizda. Sistemli vход bu ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Именно filtrdan o'tkazilgandan keyin filtr точка вход bergandan keyin ATAS orqali qabul qilganmiz signalni. Shu bo'yicha tepaga qarab ishlangan. Kamida $3 ga yaqin движение bo'lgan. $3 olib chiqib ketilgan. Sog' bo'linglar, sistemli ishlaydi.